mobil aloqa uchun har oy ortiqcha pul to'layotgan bo'lishingiz juda ehtimol. Eng achinarlisi, ko'pchilik buni sezmaydi. Tarif eskirgan, internet paketi noto'g'ri tanlangan, keraksiz xizmatlar ulangan. Qo'ng'iroqlar uchun alohida pul yechilyapti. Roaming yoki pullik kontent esa balansni sekin-sekin yeb qo'yapti. Bugun men sizga O'zbekistonda mobil aloqa uchun qanday kamroq to'lash mumkinligini, qaysi tariflar kimga mos kelishini va operator tanlashda nimalarga albatta e'tibor berish kerakligini juda aniq tushuntirib beraman. Bu ma'lumot hamma uchun muhim, talaba uchun ham, taksichi uchun ham, ofis xodimi uchun ham, ota-onalar uchun ham, biznes egalari uchun ham. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu mavzu sizga har oy real pul tejab berishi mumkin. Bir necha yil oldin mobil aloqa nisbatan oddiy edi. Odamlar asosan qo'ng'iroq qilardi, SMS yozardi, internet esa uncha katta rol o'ynamasdi. Tarif tanlashda daqiqa ko'pmi? Tarmoq ichida bepulmi? Oylik abonent to'lovi qancha degan savollar asosiy edi. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Endi mobil aloqa deganda birinchi navbatda internet tushuniladi. Telegram, YouTube, Instagram, TikTok, Google Maps, online bank, taksi ilovalari, marketplace'lar, ish chatlar, video qo'ng'iroqlar, bularning hammasi megabayt emas, gigabayt talab qiladi. Shu sababli hozir eng katta xato eski odat bilan tarif tanlash. Masalan, odam menga qo'ng'iroq ko'p kerak deb o'ylaydi, lekin oy oxirida ko'radi. Qo'ng'iroqlarga 3000 so'm sarflagan, internet tugagani uchun esa qo'shimcha paketlarga kartama 1000 so'm ketgan. Yoki aksincha, kimdir 800 gigabayt internetli qimmat tarif oladi, lekin oy davomida atiga 10 gigabayt ishlatadi. Demak, u har oy o'ziga kerak bo'lmagan hajm uchun pul to'layapti. O'zbekistonda asosiy mobil operatorlar Ujel, Belin, Mobius, Ustelecom Mobile, Humans va ayrim hududlarda Perfectum kabi tarmoqlar. Har bir operatorning kuchli va zaif tomonlari bor. Birida internet tezligi yaxshi, boshqasida narx qulayroq, uchinchisida qamrov yaxshiroq, to'rtinchisida ilova orqali bonuslar yoki konstruktor uslubidagi tariflar bor. Shuning uchun hamma uchun bitta eng yaxshi tarif degan narsa yo'q. Eng yaxshi tarif bu aynan sizning foydalanish odatingizga mos tarif. Asosiy qism B, nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim esa xotirjam bo'lishi mumkin. Men tarif tanlashda doim 3 ta narsani tekshiraman. Oyga qancha internet ishlatiladi, qo'ng'iroqlar qancha bo'ladi, qamrov va tezlik qayerda kerak. Aynan shu 3 ta savol sizni ortiqcha xarajatlardan qutqaradi. Birinchi savol: siz oyga qancha internet ishlatasiz? Buni taxmin bilan emas, telefon so'zlamalari yoki operator ilovasi orqali aniqlash kerak. Masalan, Android telefonlarda so'zlamalar, tarmoq va internet sarfi bo'limi bo'ladi. iPhone'da settings, sellular bo'limida ilovalar bo'yicha sarf ko'rinadi. Operator ilovasida ham oy davomida qancha gigabayt ishlatilgani ko'rsatiladi. Agar siz oyiga 8-10 giga ishlatsangiz, kartani 6 gigaga tarif olish shart emas. Agar oyiga 35-70 gigabayt ishlatsangiz, 15 gigaga arzon tarif sizga oxir-oqibat qimmatga tushadi. Chunki internet tugagach qo'shimcha paketlar xarid qilishga majbur bo'lasiz. Misol keltiraman. Talaba Abror oyiga 35 ming so'mlik tarif ishlatadi, unda 10 giga internet bor. Darsdan keyin YouTube ko'radi, Telegramda video yuklaydi, Instagram ishlatadi. 10 giga ini kuni tugaydi. Keyin u har 34 kunda 5 giga qo'shimcha paket oladi. Har bir paket deylik 10 ming so'm bo'lsa, oy oxiriga borib yana naqddan 5-6 ming so'm ketadi. Natijada arzon tarif 85 ming so'mga aylanadi. Agar u boshdan 6-7 ming so'mlik 30 gerimdagi internetli tarif tanlaganda kamida 20 ming so'm tejagan bo'lardi. Ikkinchi misol. Ofisda Wi-Fi bor, uyda Wi-Fi bor. Yo'lda esa faqat Telegram, bank ilovasi va Google Maps ishlatadigan Dilnoza oyiga 608 gigabayt sarflaydi. U do'qonin 1000 so'mlik katta tarif ishlatadi. Chunki internet tugab qolmasin deb o'ylaydi. Aslida unga 30 ming so'mlik tarif yetadi. Bu holda oyiga 1000 so'm, yiliga 600 ming so'm atrofida ortiqcha pul to'lanmoqda. Bu bir qarashda mayda ko'rinadi, lekin yil yakunida bu pulga yaxshi quloqchin. Powerbank yoki bir necha oy kommunal to'lov qilish mumkin. Ikkinchi savol: sizga qo'ng'iroqlar qanchalik kerak? Bugun ko'pchilik Telegram yoki WhatsApp orqali gaplashadi, ammo hamma ham emas. Masalan, taksi haydovchisi, kuryer, savdo vakili, ustalar, shifokorlar, mijozlar bilan ishlaydigan mutaxassislar oddiy telefon qo'ng'irog'idan ko'p foydalanadi. Ularga faqat internetga qarab tarif tanlash noto'g'ri. Ular uchun ichida ko'p daqiqa yoki O'zbekiston bo'ylab barcha yo'nalishlarga daqiqa beradigan tarif foydaliroq bo'ladi.
Masalan, ustachilik qiladigan Jamshid aka bir kunda 20-30 marta mijoz bilan gaplashadi. Har bir qo'ng'iroq 1-3 daqiqa bo'lsa, oyiga 800 ming 200 daqiqa chiqadi. Agar uning tarifida daqiqa kam bo'lsa, har bir daqiqa alohida hisoblanadi va balans tez kamayadi. Unga internetda o'rtacha, lekin daqiqasi ko'p bo'lgan tarif kerak. Aksincha, talabaga 1000 daqiqa kerak bo'lmasligi mumkin. Chunki u asosan internet orqali muloqot qiladi. 3-savol. Qamrov va tezlik qayerda muhim? Bu juda muhim nuqta. Toshkent markazida yaxshi ishlaydigan operator qishloqda sust ishlashi mumkin. Qishloqda kuchli ishlaydigan operator esa ayrim yangi qurilgan ko'p qavatli uylarda yaxshi tutmasligi mumkin. Men doim shuni aytaman. Tarif narxidan oldin tarmoq sifatini tekshiring. Chunki 70 ming so'mlik tarifda 7 giga internet bo'lsa-yu, siz yashaydigan joyda internet ochilmasa, bu tarifning foydasi yo'q. 7 ming so'mlik. Lekin barqaror ishlaydigan variant real hayotda arzonroq bo'lishi mumkin. Chunki asabingiz, vaqtingiz va ish unumdorligingiz saqlanadi. O'zbekistondagi eng yaxshi tariflar haqida gapirganda, men ularni toifalar bo'yicha baholayman. Chunki operatorlarning aniq narxlari va paketlari tez-tez o'zgaradi. Aksiyalar chiqadi, arxiv tariflar yopiladi. Shuning uchun men sizga brend nomidan ko'ra tanlash mantiqini beraman. Agar siz minimal foydalanuvchi bo'lsangiz, ya'ni o'yiga 5-10 giga internet, biroz qo'ng'iroq, asosan Telegram va bank ilovalari ishlatsangiz, sizga eng arzon o'lik paketli tariflar mos. Bunday holatda Ujel, Belini, Mobius va Ustelejomda 5000 so'm atrofidagi tariflarni solishtirish kerak. Humanzda esa ayrim foydalanuvchilar uchun moslashuvchan paketlar qulay bo'lishi mumkin. Chunki ba'zan internet, daqiqa va SMSni o'zingizga moslab tanlash imkoniyati bo'ladi. Ammo albatta qamrovni tekshiring. Agar siz o'rtacha foydalanuvchi bo'lsangiz, oyiga 20 giga internet ishlatsangiz, ijtimoiy tarmoqlar, YouTube, musiqa, video qo'ng'iroqlar bo'lsa, sizga 2-8 ming so'm oralig'idagi tariflar ko'proq mos keladi. Bu segmentda odatda eng yaxshi narx-hajm nisbati bo'ladi. Juda arzon tariflar tez tugaydi. Juda qimmat tariflar esa keragidan ortiq bo'lishi mumkin. Agar siz o'g'ir foydalanuvchi bo'lsangiz, ya'ni uyda Wi-Fi yo'q, telefon orqali kompyuterga internet ulaysiz, YouTube va TikTok ko'p ko'rasiz, ish uchun fayl yuborasiz. Oyiga 620 giga va undan ko'p ishlatsangiz, katta internet paketli tariflarni ko'rish kerak. Bu yerda eng arzon abonent to'lov emas, 1 gigabaytning real narxi muhim. Masalan, Arkani 1000 so'mga 1 giga olsa, 1 giga 1000 so'mga tushadi. 9000 so'mga 7 giga olsa, 1 giga taxminan 1205 so'mga tushadi. Ko'ryapsizmi? Qimmat tarif aslida ko'p ishlatadigan odam uchun arzonroq bo'lishi mumkin. Endi eng ko'p pul yediradigan yashirin joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, keraksiz pullik xizmatlar. Ba'zan musiqa o'rniga gudok, ob-havo, tanishuv, kontent obunasi, o'yin xabarlari kabi xizmatlar ulangan bo'ladi. Odam oyiga 5000, 10000, ba'zan 20000 so'm qayerga ketayotganini tushunmaydi. Balans kamayadi, lekin sababini ko'rmaydi. Shuning uchun har oy operator ilovasida ulangan xizmatlar bo'limini ochib ko'rish kerak. Kerak bo'lmagan hamma narsani o'chiring. Ikkinchi tuzoq, tarif ichidagi internet va qo'shimcha internet tartibi. Ayrim tariflarda internet tugagandan keyin tezlik keskin pasayadi. Ayrimlarda esa balansdan pul yechila boshlaydi. Bu juda katta farq. Agar internet tugagandan keyin har megabayt pullik bo'lsa, bir necha soatda balans 0 bo'lishi mumkin. Ayniqsa telefon fon rejimida yangilanish qilsa, Telegram avtomatik video yuklasa, Google Photos rasm yuklasa, pul ketaveradi. Shuning uchun tarif shartlarida paket tugagandan keyin nima bo'ladi degan joyni o'qing. Uchinchi tuzoq, ijtimoiy tarmoqlar uchun bepul yoki cheksiz degan so'zlar. Ko'p tariflarda Telegram cheksiz, Facebook cheksiz. YouTube uchun alohida paket kabi takliflar bo'ladi. Lekin bu yerda nozik jihatlar bor. Masalan, faqat matn va rasm trafiklari kirishi mumkin. Video yoki tashqi havolalar asosiy internetga ketishi mumkin. VPN ishlatsangiz, trafik noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Ilova ichida reklama yoki brauzer orqali ochilgan sahifalar paketga kirmasligi mumkin. Shuning uchun cheksiz so'zini ko'rganda xursand bo'lishdan oldin shartlarni o'qish kerak. 4-tuzoq, aksiya muddati. Operatorlar ba'zan juda foydali tarif yoki bonus beradi, lekin bu 3 oy, 6 oy yoki yangi abonentlar uchun bo'ladi. Keyin narx o'zgaradi yoki bonus tugaydi. Masalan, siz eshim giga bor ekan deb o'tasiz. Lekin aslida eshim giga faqat birinchi 3 oy beriladi. Keyin 25 giga qoladi. Shuning uchun tarifni ulashdan oldin
aksiyaning tugash sanasini bilish kerak. 5-chi tuzoq arif tariflar. Ba'zi odamlarning eski tariflari bor va ular yangi tarifga o'tishga shoshilmasligi kerak. Chunki ayrim arif tariflar hozirgi tariflardan foydaliroq bo'lishi mumkin. Masalan, eski tarifda tarmoq ichida juda qulay qo'ng'iroqlar yoki kechasi arzon internet bo'lishi mumkin. Agar operator sizga yangi tarifga o'ting deb SMS yuborsa, darhol o'tmang. Avval hozirgi tarifingizda nimalar borligini, yangi tarifda nimalar o'zgarishini solishtiring. 6-jihat 2 sim karta strategiyasi. Ko'pchilik uchun bu eng katta tejamkorlik usuli. Masalan, bir sim karta qo'ng'iroqlar uchun, ikkinchisi internet uchun ishlatiladi. Agar siz yashaydigan joyda bir operator interneti tez, lekin qo'ng'iroq tarifi qimmat bo'lsa, ikkinchi operatorning arzon daqiqali tarifini ishlatish mumkin. Zamonaviy telefonlarda 2 sim juda qulay, lekin bitta shart bor. Ikkala sim uchun ham abonent to'lovi to'lab, oxirida tejash o'rniga ko'proq sarflab qo'ymang. Hisob kitob qiling. 7-jihat oilaviy foydalanish. Uyda ota-ona, farzandlar, buva bo'lsa, har kim alohida qimmat tarif ishlatish shart emas. Ba'zi operatorlarda oila uchun internet ulashish, umumiy paket, yaqin raqamlarga bepul qo'ng'iroq yoki qo'shimcha raqamlar uchun chegirmalar bo'lishi mumkin. Masalan, farzandingizga katta tarif emas, kichik paket va ota-ona nazorati yetarli bo'lishi mumkin. Katta odamlar esa ko'pincha internetdan kam foydalanadi. Ularga daqiqali arzon tarif mos keladi. 8-jihat Wi-Fi bor joylarda mobil internetni nazorat qilish. Ko'p odam uyda Wi-Fi bo'lsa ham telefon mobil internetda qolganini sezmaydi. Ayniqsa video ko'rishda bu juda qimmatga tushadi. Telefon sozlamasida avtomatik Wi-Fi ulanishini yo'qing, ilovalarning mobil internetda fon rejimida ishlashini cheklang. Telegramda auto download sozlamalarini o'chiring. Mobil internetda video, fayl va rasm avtomatik yuklanmasin. Instagram, TikTok, YouTube'da sifatni avtomatik yoki pastroq qilib qo'ying. Bu oyga 5.5 gigabit tejashi mumkin. Endi men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, oxirgi 2-3 oy xarajatlaringizni tekshiring. Operatorning rasmiy ilovasini yuklab oling. Uchel, Belin, Uzbekistan, Mobius, Ustelejon yoki Humas ilovasi. Ilovaga kiring. Xarajatlar tarixi, internet sarfi, daqiqalar, ulangan xizmatlar bo'limini ko'ring. Agar ilova bo'lmasa, operatorning shaxsiy kabineti yoki USSD kodlari orqali tekshirish mumkin. Ikkinchi qadam, o'zingizning real profilini yozib chiqing. Qog'ozga yoki telefon eslatmasiga shunday yozing. Oyga internet sarfi, masalan 12 gigabayt. Qo'ng'iroqlar masalan 300 daqiqa, SMS deyarli kerak emas. Asosiy joylar uy, ish, universitet, yo'l, Wi-Fi bor joylar uy va ish. Mana shu ma'lumot bo'lmasa, siz tarifni ko'r-ko'rona tanlaysiz. 3-qadam. Operatorlar saytiga kiring va tariflarni jadval qilib solishtiring. Faqat abonent to'loviga qaramang. Quyidagilarni yozing. Oylik narx, internet hajmi, daqiqalar, internet tugasi nima bo'ladi? Ijtimoiy tarmoq paketlari bormi? Tarifga o'tish narxi bormi? Aksiya muddati bormi? Agar siz ko'p internet ishlatsangiz, 2 gigabayt narxini hisoblang, tarif narxini gigabaytga bo'ling. Agar qo'ng'iroq ko'p bo'lsa, bitta daqiqa sizga qanchaga tushayotganini taxmin qiling. 4-qadam, qamrovni tekshiring. Buning eng oddiy usuli atrofingizdagilardan so'rash. Uyda qaysi operator yaxshi tutadi? Ishxonada qaysi biri tez? Liftda, podvalda, chekka xonada aloqa bormi? Yana bir yo'l. Arzon sim karta olib, bir hafta test qilish. Speed test yoki boshqa tezlik o'lchovchi ilovalar bilan ertalab, tushda, kechqurun tekshiring. Chunki internet tezligi vaqtga qarab o'zgaradi. Kechqurun hamma internet ishlatganda tezlik tushib ketishi mumkin. 5-qadam, keraksiz xizmatlarni o'chiring. Operator ilovasida xizmatlar, obunalar, content xizmatlar degan bo'limlarni oching. Tushunarsiz nomdagi pullik narsalarni o'chiring. Agar o'zingiz topa olmasangiz, operator call markaziga qo'ng'iroq qiling yoki rasmiy ofisga boring. Pasport yoki ID karta o'zingiz bilan bo'lsin. Ularga aniq ayting, mening raqamimdagi barcha pullik qo'shimcha xizmatlar va content obunalar ro'yxatini chiqarib bering. Kerak bo'lmaganlarini o'chirib bering. Internet tugaganda balansdan avtomatik pul yechilmasligi uchun qanday cheklov borligini ham tushuntiring. 6-qadam, tarifni o'zgartirishdan oldin vaqtni to'g'ri tanlang. Agar tarifingiz oylik bo'lsa va abonent to'lov kecha yechilgan bo'lsa, bugun yangi tarifga o'tish foydasiz bo'lishi mumkin. Chunki eski paketdagi qoldiq kuyib ketish ehtimoli bor. Ko'pincha tarifni oy tugashiga yaqin yoki paket tugagan paytda almashtirish ma'qul. Lekin har bir operatorda shart boshqacha. Shuning uchun ilovadagi ogohlantirishni o'qing. 7-qadam,
Agar raqamingiz sizga muhim bo'lsa, operatorni almashtirishdan qo'rqmang, lekin shoshilmang. O'zbekistonda raqamni saqlagan holda boshqa operatorga o'tish imkoniyatlari bo'yicha amaldagi tartiblarni operator ofislaridan aniqlash kerak. Agar bunday xizmat sizga mos bo'lsa, hujjatlaringizni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, SIM karta kim nomida ekanini tekshirish, qarzdorlik yo'qligini aniqlash. Agar raqam boshqa odam nomida bo'lsa, avval rasmiylashtirish masalasini hal qiling. 8-qadam. Har 3 oyda tarifni qayta ko'rib chiqing. Bozor o'zgaradi. Operatorlar yangi tarif chiqaradi, eski tarifni yopadi, aksiya boshlaydi. Sizning hayotingiz ham o'zgaradi, uyga Wi-Fi ulaysiz, ish joyingiz almashadi. Farzandingizga telefon olasiz, ko'proq video ko'ra boshlaysiz. Shuning uchun bir marta tarif tanlab 3 yil unutib yuborish noto'g'ri. Endi kimga qaysi yo'nalishdagi tarif mosligini aniq aytaman. Agar siz pensioner yoki qo'ng'iroqni ko'proq ishlatadigan odam bo'lsangiz, interneti kichik, daqiqasi yetarli, abonent to'lov past tariflarini qidiring. Agar siz talaba bo'lsangiz, katta internet va ijtimoiy tarmoqlar uchun qulay paketlar muhim. Lekin qo'ng'iroq daqiqasiga ortiqcha pul to'lamang. Agar siz taksichi yoki kuryer bo'lsangiz, Google Maps, Telegram, tele qo'ng'iroqlari va barqaror qamrov birinchi o'rinda. Eng arzon tarif emas, eng ishonchli tarif kerak. Agar siz biznes egasi bo'lsangiz, korporativ tariflarni ham ko'ring. Chunki bir nechta raqam uchun umumiy paket va nazorat imkoniyati foydali bo'lishi mumkin. Agar siz uyda Wi-Fi bo'lmagan odam bo'lsangiz, katta internet paketli tarif yoki alohida mobil router yechimini solishtiring. Mobil aloqa uchun kamroq to'lashning siri bitta. O'zingiz ishlatmaydigan narsaga pul bermang va kerakli narsani mayda qo'shimcha paketlar bilan qimmatga olmang. Avval real internet sarfini ko'ring, qo'ng'iroq ehtiyojini baholang. Qamrovni tekshiring, keraksiz xizmatlarni o'chiring, keyin tarif tanlang. O'zbekistonda eng yaxshi tarif bu eng ko'p reklama qilingani emas, aynan siz yashaydigan joyda yaxshi ishlaydigan va sizning odatingizga mos keladigan tarif. Kommentariyada yozing. Siz qaysi operatordan foydalanasiz, oyga qancha to'laysiz va internet sizga yetadimi? Men tomoshabinlar tajribasini ko'rib, keyingi videolarda yanada aniqroq solishtirishlar qilaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki mobil aloqa uchun ortiqcha pul to'lashni to'xtatish har birimizning qo'limizda.